Markaziy Osiyoda ilk bor sun'iy yomg'ir yog'diriladi. Kiyev shimoldan katta hujum kutmoqda. Belarus bo'yicha xavotirli ma'lumotlar ochiqlandi. Erdo'g'on xavfsizlik protokolini buzdi. Turkistondagi video katta e'tibor tortmoqda. Barcha arab davlatlarini Eronga qarshi urushga chorlamoqda. Ular birlashsa Tehronni yenga oladimi? Pekindan qaytgan Trampni sovuq haqiqat kutdimi? Reuters kutilmagan tafsilotlarni yozdi. Turkiya dunyo NATOga aylanishi mumkinmi? Qozog'iston bunga qarshi chiqdi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. Markaziy Osiyoda ilk bor sun'iy yomg'ir yog'diriladi. Qozog'istonda suv tanqisligi muammosini hal qilish maqsadida sun'iy yomg'ir loyihasi ishga tushiriladi. Qozog'iston Markaziy Osiyodagi sun'iy yomg'ir texnologiyalarini amaliyotda qo'llashga o'tgan birinchi davlat bo'ladi. Loyihani to'liq ishga tushirish joriy yil 17-mayga rejalashtirilgan. Hozirda Turkiston viloyatida Birlashgan Arab Amirliklari Milliy meteorologiya markazi bilan hamkorlikda yog'ingarchilikni sun'iy chaqirish loyihasi amalga oshirilmoqda. Loyihaning maqsadi suv omborlaridagi suv miqdorini oshirish hamda qishloq xo'jaligi hududlarini suv resurslari bilan ta'minlashdir. Sun'iy yomg'ir yog'dirishda bulutlarga kumush yodid, tuz yoki quruq muz kabi moddalar sepiladi. Bu moddalar suv tomchilarining bir-biriga yopishib kattalashishiga yordam beradi. Shundan so'ng bulut ichidagi juda mayda suv tomchilari og'irlashib, yomg'ir yoki qor shaklida yerga tushadi. Bu texnologiya faqat osmondagi mavjud bulutlarga ta'sir qiladi. Ya'ni mutlaqo bulutsiz havoda yomg'ir yaratib bo'lmaydi. Asosiy maqsad bulutdagi namlikdan samaraliroq foydalanish. Kiyev shimoldan katta hujum kutmoqda. Belarus bo'yicha xavotirli ma'lumotlar ochiqlandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Belarusni Moskva tomonida turib harbiy harakatlarga yanada faolroq jalb qilish uchun yangi sa'y-harakatlarni amalga oshirayotganini ma'lum qildi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Mudofaa vazirligi, bosh razvedka boshqarmasi, tashqi razvedka xizmati va Ukraina xizmati rahbarlari bilan o'tkazilgan yig'ilishda so'z ochdi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Ukraina maxsus xizmatlari Rossiya va Aleksandr Lukashenko o'rtasida qo'shimcha aloqalarni qayd etmoqda. Ulardan maqsad Minskni yangi agressiv operatsiyalar qo'shilishiga ko'ntirish. Xususan, Rossiya Belarus hududidan janubiy va shimoliy yo'nalishlarda yo Ukrainaning Chernigov-Kiyev yo'nalishiga qarshi yoki NATO mamlakatlaridan biriga qarshi operatsiyalar rejasini aynan Belarus hududidan turib amalga oshirishni ko'rib chiqmoqda, deydi Zelenskiy. Shuningdek, u Kiyev ixtiyorida mazkur masalalar bo'yicha bo'lib o'tgan muzokaralarning tafsilotlari mavjudligini qayd etgan. Uning qo'shimcha qilishicha, agar Lukashenko xatoga yo'l qo'yib Rossiyaning ushbu niyatini qo'llab-quvvatlashga qaror qilsa, Ukraina o'zini himoya qiladi. Mudofaa va xavfsizlik kuchlarimizga tegishli yo'nalishni kuchaytirish va Oliy bosh qo'mondonlik stavkasida ko'rib chiqilib tasdiqlangan javob choralari rejasini taqdim etish bo'yicha topshiriq berdim, deydi Ukraina rahbari. Joriy yilning aprel oyidayoq Zelenskiy va Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi huzuridagi dezinformatsiyaga qarshi kurashish markazi rahbari Kovalenko Rossiya Belarusni urushga tortishga harakat qilishi haqida ogohlantirgan. Ukraina razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, Minsk allaqachon Ukraina hududiga olib boruvchi yo'llarni rivojlantirmoqda va artilleriya pozitsiyalarini jihozlamoqda. Bundan avval Ukraina prezidenti Rossiya Belarus hududida uzoq masofali dronlarni boshqarish uchun bazalar tashkil etishni rejalashtirayotganini aytgan edi. Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligi aloqa boshqarmasi boshlig'i Yuriy Ignat esa rossiyaliklar o'zlarining zarba beruvchi uchuvchisiz uchish apparatlari parvozi uchun Belarus havo hududidan foydalanayotganini bildirgan edi. Lukashenkoning o'zi esa aprel oyi boshida Belarus Respublikasi qurolli kuchlarining kompleks tekshiruvi yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishda mamlakat urushga tayyorgarlik ko'rayotganini va hech qanday tinchlik davri bo'lishi mumkin emasligini aytgan. Erdo'g'on xavfsizlik protokolini buzdi. Turkistondagi video katta e'tibor tortmoqda.
15 may kuni Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on Turkiston shahri ko'chalaridan birida kutilmaganda o'z kortejini to'xtatib, mahalliy aholi bilan suhbatlashdi. Bu haqda viloyat hokimligi xabar berdi. Turkiston viloyat hokimligi Turkiy davlatlar sammitiga yo'l olgan Turkiya prezidentini mahalliy aholi qanday kutib olgani aks etgan videoni e'lon qildi. Turkiy davlatlar tashkilotining norasmiy sammitiga tashrif buyurgan Turkiya prezidenti Erdo'g'on kortejini to'xtatib, yo'l chetida unga qo'l siltab turgan odamlar bilan salomlashdi. U turkistonliklar bilan suratga tushib, o'zining samimiy e'tiborini namoyish etdi, deyiladi xabarda. Barcha arab davlatlarini Eronga qarshi urushga chorlamoqda. Ular birlashsa Tehronni yenga oladimi? Urush vaqtida arab davlatlariga murojaat qilib, Eron hujumlariga birgalikda javob qaytarishni taklif qilgan, biroq rad javobini olgan. Bu haqda manbalarga tayanib Bloomberg xabar berdi. AQSh va Isroilning Eronga bergan zarbalari hamda Tehronning bunga javoban arab davlatlaridagi obyektlarga hujum qilganidan so'ng Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Muhammad bin Zoid Al Nahyan bir qator arab yetakchilari bilan telefon orqali muloqot qilgan. Jumladan Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon bilan ham suhbat o'tkazgan. Muhammad bin Zoid Al Nahyan 1981-yilda Fors ko'rfazi arab davlatlari hamkorlik kengashi tuzilgani va u Erondan kelayotgan tahdidlar sabab tashkil etilganini eslatgan. Prezidentining arab davlatlaridagi hamkasblari bu mojaro ularning urushi emasligini bildirgan. Bu javob Abu Dabi va Ar-Riyod o'rtasidagi munosabatlarning yanada sovuqlashishiga sabab bo'ldi, deyiladi xabarda. Manbalarga ko'ra, Saudiya Arabistoni bilan yaqin siyosat yurituvchi Bahrayn va Kuvayt ham harbiy harakatlardan chetda qolishni afzal ko'rgan. Ummonning Eron bilan aloqalari hisobga olinsa, uning javob zarbalarini qo'llab-quvvatlash ehtimoli boshidanoq past bo'lgan. Fors ko'rfazi davlatlaridan birining vakiliga ko'ra, Qatar 18-mart kuni Ras Laffan sanoat markazidagi Qatar Energy obyektlari hujumga uchragach, Eronga javob qaytarish masalasini ko'rib chiqqan. Biroq Doha bu rejadan voz kechib, mojaroni yumshatishga e'tibor qaratgan. Birlashgan Arab Amirliklarining Fors ko'rfazidagi davlatlar bilan muzokaralardan AQSh prezidenti ma'muriyati xabardor bo'lgan. Shuningdek, Saudiya Arabistoni va Qatarning muvofiqlashtirilgan harbiy hujumga qo'shilishini qo'llab-quvvatlagan, deyiladi xabarda. Pekindan qaytgan Trampni sovuq haqiqat kutdimi? Reuters kutilmagan tafsilotlarni yozdi. AQSh prezidenti Tramp Pekinni na savdo, na Eron masalalarida jiddiy natijalarga erishmasdan tark etdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, Tramp Boeing samolyotlarini sotish bo'yicha kelishuv kabi qisqa muddatli biznes foydalariga urg'u bergan. Biroq bu investorlarni uncha taassurot qoldirmagan. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Sinpin esa Washington bilan barqaror savdo aloqalarini saqlab qolishga qaratilgan uzoq muddatli strategiya haqida gapirgan. Nashrning ta'kidlashicha, Sinpin AQSh-Xitoy munosabatlarini tasvirlash uchun yangi atama konstruktiv strategik barqarorlik iborasini qo'llagan. Bu esa sobiq prezident Bayden ishlatgan va Pekinga yoqmagan strategik raqobat iborasidan keskin farq qiladi. Qayd etish joiz, 13-may kuni Tramp Xitoyga 3 kunlik davlat tashrifi bilan borgan edi. Bu uning so'nggi 9 yildagi Xitoyga ilk safari bo'ldi. Ertasi kuni Sinpin bilan muzokara o'tkazib, davlat banketida ishtirok etgan. Keyinchalik Tramp tashrifini ajoyib deb atab, fantastik savdo kelishuvlari tuzilganini ma'lum qilgan. Turkiy dunyo NATOga aylanishi mumkinmi? Qozog'iston bunga qarshi chiqdi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Turkiy davlatlar tashkilotini harbiy alyans yoki geosiyosiy loyihaga aylantirish g'oyasini qo'llab-quvvatlamasligini ma'lum qildi. Bu haqda 15-may kuni Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar yetakchilarining norasmiy sammitida ma'lum qildi. Qozog'iston rahbarining so'zlariga ko'ra, axborot maydonida vaqti bilan harbiy alyans haqidagi g'oyalar paydo bo'lib turibdi. Biroq Qozog'iston ularni destruktiv va birlashma maqsadlariga zid deb hisoblaydi. Ularning g'arazli niyatlari bizga ayon, shuningdek ularning maqsadlari yarashish bilan bog'liq emasligi ham ma'lum. Qozog'iston bunday pozitsiyalarni rad etish kerak deya hisoblaydi. Biz uchun Turkiy dunyo birligini mustahkamlash o'ta muhim va kechiktirib bo'lmaydigan ustuvor vazifadir. Turkiy davlatlar tashkiloti bu geosiyosiy loyiha ham, harbiy tashkilot ham emas. Bu birodar davlatlar o'rtasidagi savdo, iqtisodiy, yuqori texnologiyali, raqamli va madaniy-gumanitar hamkorlikni mustahkamlaydigan noyob platformadir, deydi Qozog'iston prezidenti.
To'qayev Qozog'iston uchun Turkiy dunyo ichida ishonchni mustahkamlash va ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish ustuvor vazifa bo'lib qolishini alohida ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, bunday pozitsiya Qozog'iston uchun muhim ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Bu ilmiy manfaatlar nuqtai nazaridan ham samaralidir. Turkiy dunyo o'z maqsadlaridan chalg'imagan holda doimo tinchlik, totuvlikda yashashi va birgalikda rivojlanishi kerak. Shu sababli bugungi uchrashuv shubhasiz umumiy ildizlar va umumiy tarixga ega bo'lgan mamlakatlarimiz birligini mustahkamlaydi, deydi To'qayev. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.